ofis ikkala tomoniga parda ilamiz deganimda, to'g'risi kattaroq byudjet ketib qolsa kerak deb o'ylagan edim. $1000 atrofida bo'ladi deb o'ylagandim, lekin umuman unaqa bo'lib chiqmadi. Home Store'dagi akalarni chaqirdim, esingizda bo'lsa, birga o'tirib tanladik. Ular menga aytishdi-da, "Aka, qarang, eniga standart bo'yicha 3 metr, uzunligi ham 3 metr bo'ladigan bo'lsa, mana birinchi qavati, mana bu barxit deyiladi. Mana bu tyul, ikkinchisi bu bambuk deb ataladi. Bu teplый такой svet tushib turadi. Bu blackout, полностью 80% gacha yopadi quyoshni va aka agar standart bo'lganda karniz, ustanovka, birinchi, ikkinchi qavatlari bilan hammasi bilan $100 bo'lgan bo'lardi dedilar. Lekin razmerimiz ozgina boshqacha bo'lgani uchun sal chiroyli narxlarini to'g'rilab, akkuratniy $100 dan unaqa qimmat bo'lgani yo'q, to'g'risini aytsam, va bu narsa meni haqiqatdan ham xursand qildi va Home Store'dagi akalarga men alohida vaqtida kelib o'rnatib berishgani uchun, sifatli, cho'tki narsa, zo'r materiallarni va kerak bo'lsa dizayngacha menga yordam bergani uchun ularga katta rahmat aytib qolmoqchiman va yana bitta zo'r tomoni, agar meni Timur Alixonovdan keldim deb aytsanglar, dizaynni sizlarga tekinga ham qilib berishadi. Ya'ni o'zlarida dizaynerskiy maslahat shunaqa imkoniyati ham bor. Mana shu narsani sizlarga tekinga sovg'a qilishar ekan. Tak что Home Store'ga o'tinglar va foydalaninglar.